Yakkasaroy tumani Prestige Garden turar joy majmuasidamiz. Assalomu alaykum premium house hurmatli obunachilari. 5 xonali 175 kvadrat maydonga ega kvartirani video obzoriga kelganmiz. Xo'p, ko'proq xonali kvadrat kattaroq kvartira qidirib yurganlar uchun shu video obzorimizni oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz. Qo'ldan kelgancha bittalab tushuntirib chiqishga harakat qilamiz. Video YouTube uchun olinyapti. Xo'p, hozir kvartiramizning oshxonasida turibmiz. Mana shunaqa katta ikkita 4 eshikli xolodilniklar qo'yilgan, texnikalar hammasi xofman, kir mashina, bu yerda mana gaz plita, mikrovolnovka pechlarigacha qo'yib qo'yishibdi. Kvartira juda ham sifatli premium segmentda avtorskiy proyektda remont qilingan. Kvartiramizning zo'r fishkalaridan bittasi. Bu yerda mana terassasi. Terassaga ham chiqib choy ichib, mazza gaplashib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yerda mana kachelalar qo'yib qo'yishgan. Xo'p, lokatsiyasini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bu yerda mana kichik halqa yo'li bu yoq tomonida, Shotor Ustivelli ko'chasi, most yonida joylashgan novostroykamiz. 14 etajli novostroykani 4-etajda joylashgan. Bu novostroykaga kirganlar bo'lsa, yaxshi bilishadi. 4-etajda o'zining hovlisi bor. Shu hovlisiga terassamiz qaragan, hovliga ham chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xonamiz bu yerda kabinet qilib qo'ysanglar bo'ladi. Agar sizlar xohlasanglar yana bitta spalni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerga mebellar qo'yilmagan. Sotib oladigan odam o'zining xohishiga qarab xohlasa kabinet, xohlasa spalni qilib qo'yadi. Xo'p, televizorlar qo'yilgan, to'liq mebel texnika bilan jihozlangan. Bitta o'sha hozir ko'rgan xonalar qo'yilmagan. Bu yerda mana eshikdan kirib kelganlarda Face ID, parolli zamollar qo'yilgan. Domofonlargacha qo'yib qo'yishgan. Bu yerda mana katta oyna qo'yib qo'yishdi. Juda ham chiroyli chiqibdi. Chiqib ketayotganda o'zingizga qarab chiqib ketaverasizlar. Xo'p, koridordan kirib kelganda koridor ham juda ham chiroyli. Kirib kelganda odamga yoqadigan bo'lib chiqqan. Eshiklarni qaranglar. Skrit eshiklar qilib, devor bilan bir xil qilib aboy qilib yorishibdi. Bu yoq endi общий sanuzelimiz bu. Vannani ham zo'rni qo'yib qo'yishibdi. Besachi unitasi qo'yilgan. Bu yoqda mana anaqani ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Shampullar qo'yib qo'yishga rakvina bilan oyna bu yoqda. Xo'p, birinchi detskiy xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan. Bitta kravat qo'yilgan bu yoqga, dars qiladigan xonasi, shkaflari, bo'yanadigan make-up zonalar qilingan. 3 ta bolanglar bo'lsa, bitta detskiy xonaga 2 ta bola, bu yoqga bitta bola sig'ib ketadi. Agar ko'proq bo'lsa, boyiga yana bitta kabinetimizni spalni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda yana bitta mana. Xo'p, gostivoy spalni, bu yerga 2 ta bola kirsa bo'ladi. Kartinkalarni osib, mana bu orqalarni ham juda ham chiroyli qilib qo'yishdi. Bu yoqda mana bo'yanadigan joyi, endi agar o'g'il bolalarga bo'lsa, unaqa kerak bo'lmaydi bu. Bu yoqda shkaflari hammasi yetarli kvartirada, bemalol joy bor. Mana bu yerda prixoshkada ham yetarlicha joylar qilib qo'yishgan. Xo'p, bu yoqda родительский master bedroomni ko'rib chiqamiz. Kichkina emas, razmerlari kattagina. Dizaynlarni juda ham chiroyli qilishibdi. Bu yoqga televizor ilib qo'yasizlar. Hamma xonaga konditsionerlar ilingan. Bu yoqda mana o'zining shkaflari. Oynali fasadlar qilingan. Juda ham zo'r chiqyapti mana shu dizayn hozir. Bu yoqda mana make-up zonasi. O'zini ichida sanuzeli bor. Dush kabina qilingan. Unitaz rakvina mana oynalar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, endi zalimizni ko'rib chiqamiz. Zalam juda ham chiroyli chiqqan. Mehmon kelganda, xullas kvartira umuman uyaltirmaydi. Bu yoqda mana mягкий zona. O'tirib televizor ko'rib o'tiraverasizlar. Mehmonlar bilan gaplashib, bu yoq tarafda xo'p 8 kishilik stol qo'yilgan. Mana bu narsani ham juda ham zo'r o'ylab topishibdi. Kartinkaga o'xshatib, o'zgacha dizayn bo'lib chiqqan. Lustralarni ham boshqachalarni qo'yib qo'yishgan. Bu yoq tarafda yana bitta balkoni bor o'zini. Xo'p. Balkon ham kichkina emas, kattagina balkon. Kichik halqa yo'liga qaragan. Kvartiramiz maydoni 175 kvadrat, 5 xonadan iborat.
to'liq ma'lumotlarni opsiyonada yozib qoldiramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Narxlari bo'yicha ham pastda opsiyonada yozib qo'yamiz narxlarini. Xo'p, kelib ko'rmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, xayr sog' bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.